Sizga mushtipar ona kerakmi? Avvalambor duo qiling, operatsiyadan sog' omon chiqsinlar. Assalomu alaykum aziz saxovatpesha xalqim. Odamlar jamoasi yana qarshingizda sizga murojaat bilan chiqmoqda. Sizga mehribon, munis, mushtipar ona kerakmi? Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Buni bejizga aytmaganimni siz tushunib yetasiz. Azizlar, sizga ona kerakmi deb nomlangan videomizning davomini hukmingizga havola etmoqdamiz. Ekranlaringizda ko'rib turgan inson Baxtiyor aka Yusufjanovich 1987-yilda tavallud topganlar. Bu insonni oyoqlari tug'ma nogiron va bugungi kunda mana shu oyoqlarni zudlik bilan operatsiya qildirish kerakligini bizga iddao qilib chiqishdi. Ro'za kunlarida biron bir ehson qila olmagan bo'lsangiz, mana ayni vaqtda boya ekranlaringizda ko'rgan onaxonimiz mana shu insonni volidai muhtaramalari. Shu ayol ertalabdan kechgacha bozorda mana shu farzandlarni amaliyotlari uchun, ya'ni operatsiyalari uchun mehnat qilib kelmoqdalar. Azizlar, men bekorga videomizning boshida saxovatpesha deganim yo'q. O'zbek xalqi borki, saxovatpesha bag'ri keng va mehribondir. Men ham odamlar jamoasi sizga shuning uchun murojaat bilan chiqamiz. Akamizni oyoqlarini operatsiya qildirishimiz kerak. Qolaversa, o'ng quloqlarining orqasida o'simta bor ekan, noma'lum o'simta. Mana shu o'simtani oldirib tashlash kerak. Ikkita operatsiya kutyapti. Avvalambor duo qiling, operatsiyadan sog' omon chiqsinlar. Qo'lingizdan kelsa kartalarni, ya'ni o'zlarini shaxsiy kartalarini qoldiraman. O'sha kartalariga qo'lingizdan kelgancha ehsoningizni ayamang azizlar. Agar qo'lingizdan kelmasa, shu videoga befarq bo'lmasdan videoni maksimal darajada tarqating, komment yozing, like'la bosing va istoriya qo'ying. Alloh siz va bizdan rozi bo'lsin. Demak, azizlar, sog' bo'linglar. Odamlar jamoasi siz bilan birgalikda. Salomat bo'linglar. Mehribonim ona, beazorim onam, beg'uborim ona, onajonim ona. Mehribonim ona, beazorim onam, beg'uborim